Whoa! No! God damn it! Oh my god! Maza yuradi yerga bunisiga bu boydan boyga menga gelik olib ber deydi Boltonga nimadirlar yuradi. Men bu voqea eshitganda nega men emas deganman. Bu boru yo men Google ga bordim, poyezd berolman, internet qotib qoldi. Bu poyezdga ketib chiqmadi emas, qotib qoldi internet. Oh yes! Ha! Yes! İçigacha kirdi-da. Yes! O men boshqa ishlayapti, borib, ana kayf qildim hozir eslab borku. Yomon qaribdilar. Ana yo'q, film xunuk qaragan. Detski bo'lib qolgan. Voy, o'zini paytida bu progressivni hisoblangan o'zi, super qahramon filmlar uchun. Hammaga salom. Kinoman loyihasining navbatdagi 4-soniga xush kelibsiz. Bu galgi mehmonimiz kommentlarda eng ko'p so'ralgani, shu paytgacha 3 ta son chiqqan bo'lsa. Yo'q. Eng ko'p so'ralgan odam keldi. Teacher Azam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Rahmat. Siz rosa so'rashdi muxlislar. Komment agar o'qib ko'rsangiz ham 50% komment Teacher Azam chaqirdi. Rahmat. Men boshim osmonga yetdi buni eshitib, lekin aytmasam bo'lmaydi. Sardorga men o'zim yozdim. Baraka topkur. Meni chaqirdi. Chaqirish niyat bor edi. Oqlash daqiqasi ketdi. Marhamat, o'zingiz oqlab oling. Chaqirish niyat bor edi, faqat 2-3 ta sondan keyin-da. Spiskada bor edi, ro'yxatda. Bo'ldi, tushundim. To'g'ri. Bor edingiz. Endi tushunarli. Biz ham shunaqa qilamiz orada. Misol, yangi loyiha boshlaganda baribir buni o'ylanadi. Kim boshiga kimdir misol kerak bo'ladi. Keyingi sonlarga mana buni bir 5-6-sonda bir xillarda o'ylaniladi. Bor bu narsa ham, to'g'ri. Mayli, 4-songa nasib qilgan ekan. Uzun so'rab chaqiring deb kunni belgiladik mana. Xo'p, boshiga ozgina qizib olamiz. So'rovnoma o'tkazamiz. Okay. Bu safar aktyorlarni qildim sizga, faqat legendarniy aktyorlar o'sha. Afsonaviy. Chunki birinchi sonda ham aktyorlar so'rovnomasi bo'lgan edi, unda iloji boricha zamonaviyroq aktyorlarni qo'ygan edim. Endi bu yog'ida legendalar faqat. Bu eski aktyorlarmi? Humphrey Bogart, James Stewartlarmi, kimlar? Ular yo'q, eng mashhurlari. Hamma taniydiganlar. Okay. Xo'p, unda boshlaymiz. Tom Hardy yoki Jason Statham? Okay. Aktyorlar Tom Hardy, Britaniya maktabi. Tom Hardy yoki Cillian Murphy? Cillian Murphy bo'pti endi. Cillian Murphy yoki Joaquin Phoenix? Murphy Britaniyas bo'lganiga derdim-u, lekin men irlandiyasman degan gaplar esimga tushdi Murphyni. Cillian Murphy yoki Christian Bale? Bale. Christian Bale yoki Brad Pitt? Bale. Bu yog'iga stavkalar oshib boraveradi, qiynalasiz. Xo'p, Christian Bale yoki Arnold Schwarzenegger? Bale bo'pti endi aktyor. Christian Bale yoki Tom Cruise? Qiyin. Yarmiga yetmadik lekin oldinda. Christian Bale yoki Matt Damon? Christian Bale yoki Antonio Banderas? Christian Bale yoki Jim Carrey? Wow. Kutilmagan burilish bo'ladi. Jim Carrey aktyor sifatida kuchli, haligacha oxirigacha ochilmagan, endi ochilmasa kerak yo'q-ku. Jim Carrey yoki Jackie Chan? Jim Carrey yoki Sylvester Stallone? Jim Carrey. Jim Carrey yoki Will Smith? Jim Carrey 10 martalar Jim Carrey. Jim Carrey yoki Keanu Reeves? Jim Carrey. Jim Carrey yoki Nicolas Cage? Jim Carrey bo'pti ham. Jim Carrey yoki Matthew McConaughey? Kimdir McConaughey deyishi mumkin, lekin baribir men tanlovim Jim Carrey. Jim Carrey yoki Benedict Cumberbatch? Cumberbatch maktabi juda kuchli maktabi, teatrlarda chiqadi, shu Londonning o'zida ham haligacha spektakllarda o'ynaydi, lekin Jim Carrey va eng qizig'i Robert De Niro.
Jim Carreyni o'zidan so'rasanglar ham Robert De Niro deydi. Yaxshi. Robert De Niro yoki Leonardo DiCaprio. De Niro. De Niro yoki Denzel Washington. Qiladi Washington. Washington okaga umuman respekt gap yo'q, lekin men You talking to me? Men taksistda juda katta muxlisman, De Niro. De Niro yoki Johnny Depp. De Niro albatta. De Niro yoki Morgan Freeman. Wow. Shunaqa gap ham bor. Keyinchalik oradan 20-30 yil o'tib, eng buyuk aktyorlar ro'yxati tuzilganda ham birinchi o'rinni De Niro olishi mumkin degan. Endi hozir Humphrey Bogart, Marlon Brando'lar-yu. Вот. De Niro. De Niro yoki Samuel L. Jackson. De Niro. De Niro yoki Tom Hanks. Hamma aktyorlar, aytayotgan aktyorlar hammasi top aktyorlar, lekin bu De Niro haqida gapiramiz-da biz. Robert De Niro. Robert De Niro yoki Al Pacino. Bilardimki shunga kelishini. Bilaman shungacha ham kelishini. Okay, I knew that, bilardim. Al Pacino gap yo'q-da, yo'q. Tushundinglar nimaga boraman? Ikkita odamlar ikki guruhga bo'linadi va Al Pacino yoki De Niro. Uchinchi guruh bor. Ham Al Pacino ham De Niro degan. Men o'sha guruhdanman aslida. Lekin agar savol tanlash kerak, Robert De Niro. Robert De Niro yoki Michael Caine. Michael Caine butun karyerasiga qarashimiz kerak-da, faqat oxirgi yillariga emas. O'shaning uchun ham bu De Niro. Robert De Niro yoki Russell Crowe. Xuddi shu butun karyerasiga qarashimiz kerak, De Niro. Robert De Niro yoki Liam Neeson. De Niro. Robert De Niro yoki oxirgisi Harrison Ford. Okay. Wow. Bilaman sizni. Bitta voqea ko'rdim-da Instagramda. Qiziqarli fakt beryapti. 2000-yillarning boshida Yellowstone degan Amerikada katta qo'riqxona bor. U juda bir nechidir yuzlab kvadrat kilometrga cho'zilgan. Ya'ni butun Jizzaxdek kerak bo'lsa yoki butun Samarqanddek qo'riqxona bor. Yellowstone degan juda ham katta. Balki oshirayotgandir. Xo'p. O'sha yerda Boy Scout bo'ladi Amerikaliklar. 13 yoshli Boy Scout yigit yurgan, qaragan, nimadir kuzatib yuribdi, tabiatni o'rgangan boshqa yo'qolib qolgan. Bir kun qolib ketgan, 2 kun qolib ketgan, uni qidirishayotgan bo'lgan rostdan ham. Keyin samolyot uchib ketayotgan bo'lganda, uni keyin u qanaqadir signallar bergan Boy Scoutlar tirik qolishni bilish kerak edi. Keyin u bola samolyot qo'ngan, u bolani qutqarib olishgan. 13 yoshli bolakayni Yellowstone'da qutqarib olishmoqda. Keyin samolyotga o'tirgan va pilot odam Harrison Ford bo'lgan. Qanaqa omadi kelganda, men bu voqeani eshitganda nega men emas deganman. Harrison Ford juda ham yaxshi ko'raman. Indiana Jonesni ham ayniqsa, bu biz aktyorlar haqida gapiryapmiz. O'shaning uchun faxrli ikkinchi o'rin Harrison Ford yomon emas deb o'ylayman. Robert De Niro. Bu yerda o'zingizga yaqinrog'ini ham tanlasangiz bo'ladi. Aktyorligiga qarab emas, o'z yuragiga. Yuragiga yaqin baribir De Niro. De Niro. Robert De Niro. De Niro g'olib bo'ldi, eng yaxshi ko'rgan aktyoringiz. Yo, agar bu yerda aytilmagani bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Aytilmaganlari menimcha bor. Adashmasam aytilmaganlar qolib ketdi. Ryan Gosling qolib ketdi. Ryan qo'shgandan keyin olib tashlab. Ryan Gosling deganingizda o'ylanib qolgan bo'lardim. Yo'q, men olib tashlabman. Bor edi ro'yxatda. Ryan Gosling olib tashladim. De Nironi oxirroqlarda bersangiz qiziqarliroq bo'lishi mumkindir balki, chunki De Niro deb keldim-da baribir. Menimcha Ryan Gosling endi agar yaxshi agar zangori ekran davridagi aktyorlar tilga olinmadi, men ularning kinosini ko'p ko'rmaganman, ko'rgan bo'lsam ham. Lekin baribir De Niro kelardi oxiri. Baribir De Niro kelardik, ha. Xo'p, endi eng yaxshi Daniel Day-Lewis qolib ketdi. Bu o'ylantirgan bo'lardi meni. Okay. Xo'p, eng yaxshi ko'rgan aktyoringizni aniqlab oldik. Endi kino va o'zingiz haqingizda obunachilarga bir ma'lumot berib o'tsangiz, qanchalik kinoteatrga borib turasiz, qanchalik tez kino ko'rib turasiz, qanaqa janrlar yoqadi, mana shu haqida.
Kinoga qiziqishim shu yoshlikdan bo'lgan. Birinchi shu yoshlar Toshkent kanallarida biz ko'rardik. Esizdami? Bo'lardi. Shanba kuni ko'rsatiladigan kinoni chorshanbadan boshlab ovoz bering deydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lardi. Kutib yurar edik. Hammasiga treylerlari bo'lardi. Men uydagilarga bunga ovoz beraylik derdim. Lekin ovoz bermasdik. SMS pul turardi. Biz qalban ovoz berardik va keyin bilardikki shanba kuni kelib bizni xohlagan film ko'pincha yutgan bo'lardi. Baribir negaki biz ham shu treylerga qarab tanlardik-da. Shu Zorroni ko'rganlarim esimda. Kinoteatrga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib kinoteatrga men tog'am, kichkina tog'am olib borganlar. U paytda hamma jiyanlarni yig'ib 2001-yil, demak men o'sha paytda 7 yosh bo'lganman. Kechasi 2002-yil ekan, 8 yosh bo'lganmanmi? 94 bo'lsam 8 yosh. Va bu film Tobey Maguire bilan O'rgimchak odam bo'lgan birinchi qismi. Ha, hozir qarasam, birinchi film uchun juda ham bir yaxshi tanlov bo'lganda, shunaqa omadim kelganda, birinchi film uchun zo'r tanlovda. Bu har doim ham siz tanlay olmaysiz, omadingiz kelmasligi mumkin. Lekin O'rgimchak odam aynan Tobey Maguire bilan men mazza qilib ko'rganman. Yodimda qolib ketganman. Singib ketgan miyalarimga o'sha sahnalar. Yaqinda yana qaytadan ko'rdim. Yoshliklarim esladim. Kinoteatrda o'tirganlarimni. Yana bitta filmga keyin borganmiz. Oradan 2-3 hafta o'tib, buvimnikiga borgan tog'am yana olib tushganlar. Eng qizig'i o'sha filmni men haligacha topa olmadim qaysi filmligini. Nomini bilmaysiz? Nomini bilmayman. Kovboylar, ya'ni bu western janrida, poyezddan yumu emas, poyezdlar bilan bog'liq, o'tda o'sha qonundan tashqari odamlar bilan bog'liq, o'sha banditlar va hokazo. Va oxirgi sahnasi esimda, shu qo'l soati bo'ladi, bundoq tepaga otganda, bundoq turib, bundoq otadi, qo'l soatini chochib yuboradi, nimadirlar bo'ladi, nimadir kimdir qutqarib qoladi keyinda. Ana emasmi? Nima? Fokus ko'rsatib aldab ketadigan sahnalar. Yo'q. Bo'lishi mumkin, bilmadim. Men bir 2 marta qidirganman, lekin topa olmaganman shu filmni. Uning nomi hozir mening esimda yo'q. Ana Clint Eastwood filmlari masalan. Yo'q, mashhur aktyorlar bo'lmagan. Mashhur aktyorlar bo'lmagan, eslab qolgan bo'lardim. Mana shunday. Hozirchi. Hozirda bo'lsa, tushunarliki biz Instagram, TikTok davrida yashayapmiz. Streaming davrida va kinolar juda ham kam ko'rilmoqda. Va mana bir endi ko'p kino podkastlar eshitaman. Yandexdagi kino podkastlar juda ham ko'p emas u. O'sha по эпизодный клан bor, Shum и Svetmi, Shum и Yarkost bor, Kinopoisk o'ziniki, yana bitta podkast bor. Keyin Anton Dolinning o'zining kino podkastlari bor edi. O'shalarni hammasini eshitib chiqqanmiz-da, menga kino bilimimni ham oshirgan o'shalar rostdan ham aslida. Va o'sha yerda rostdan ham kino va seriallar orasidagi farqni ham yaxshi tushuntirishgan. Nega seriallar bunaqa endi mashhur bo'lib boryapti, ommalashyapti? Kino rostdan ham oldin mana kitob, roman bo'lsa, uni keyin kino qilishgan. Lekin vaqt shuni ko'rsatyaptiki, kinolar romandagi barcha ranglarni, barcha emotsiyalar va odamlar va o'sha personajlar orasidagi munosabatlarni to'liq chuqur ochib bera olishga vaqti kam, qiynalyapti. Va shu joyda yangi davr seriallari yordamga kelyapti. Nimaga? Oldin seriallar televizorda bo'lgan. Ramkan ostida bo'lgan. Endi streaming bo'lgandan keyin o'zi Clan Soprano, keyin Breaking Bad'lar yo'l ochib berdi yangi davr seriallariga. Breaking Bad ham o'zi ancha suratga olinmay yurgan ekan-ku, o'z taqiqlardan. Keyinchalik o'sha televideniya vaqtini kutgan. Davrini kutganda. Davro bergandan keyin. Shunday. Mana shundan keyin endi seriallar ham yangi darajaga chiqdi. U yerda ham bemalol ko'rsatish mumkin bo'ldi. Aqlli auditoriya uchun olish mumkin bo'ldi. Oldin seriallar aqlli auditoriyaga olinmagan. Oldin aqlli auditoriya. Aqlli auditoriya. Yo'q, unaqa emas u. Nima desa bo'ladi? Murakkab narsalar olinmagan serialda. Tushunishga murakkab, dialoglar murakkab, unaqa bo'lmagan. Sitcomlar bo'lgan. Bilasiz, o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Shu sitcomlar yoki uy bekalari uchun mana shunaqa narsalar. Og'ir mavzular, chuqur mavzular, murakkab mavzular keyin mana Clan Soprano, Soprano va Breaking Bad'lardan keyin bo'lib va hozir seriallar asosiy rolga chiqdi va seriallar hozir o'sha roman ko'rinishiga keldi. Ya'ni kitob roman bo'lsa, o'sha romanni siz serialda ko'rsata olasiz. Bob-bob, men nimaga olib kelyapman? Oxirgi paytlar shu oxirgi yillarda serial asosan ko'raman. O'zi karantindan keyin yana bo'lib ketdi.
Shunday, lekin bu Mashhur kinolarni ketdi. ko'rmayman emas, kinolarni ham ko'raman, lekin tan olish kerak, kino va umuman serial ko'rish chastatasi oxirgi 1-2 yil, 3 yilda ancha kamaygan. Endi ish, maktab bor, ingliz tili maktabi va hokazo ishimiz juda ko'p bo'lgani uchun Vaqtdan bo'ladi. shunday. Xo'sh, demak, filmlarga keladigan bo'lsak, oxirgi ko'rganlarimdan juda yomon kinolar ko'rganman oxirgi payt. Trash deydi-yu. Bolalar bilan yig'ildik. Серый человек qo'yildi. Negadir endi siz ham manimcha ham kino manada bor bu narsa. Bittada bilsa bo'ladi. Netflixdan konveyer kinolar olinyapti-yu, o'shani bittada sezsa bo'ladi. Shunaqa. Ko'rdim, uf dedim, manimcha Netflix yana anaqasi boshlandi dedim. Poyezd haqidagi film bor edi, anaqa chiqqan. Brad Pitt chiqdi-yu. Brad Pitt kimdirlar chiqdi, быстрее pulyami, nimadir poyezd degan. Trailerni ko'rganim o'zim. U kino ham shunaqa, Серый человек ham shunaqa, hammasi bir xilda. Yana qayerdan bilsa bo'ladi. Chris Evans bilan Ana de Armas kontrakt qilishgan. Netflix bilan katta kontrakti bor. Nechadir yillikda. Shu Chris Evans bilan Ana de Armas chiqaveradi. O'zlarining ham kinosi chiqdi yaqinda, ikkasi qatnashgan. Shunaqa. Bu yerda Ryan Gosling ham bor, o'shanga bolalar tanlashdi. Uni Akuku Russolar olgan. Bildim. Russolar olgan, lekin baribir ramkaga tiqib tashlagan. Men uncha maza qilmadim uni. Russolar shu finaldan keyin olgan 3 ta proyekt ham proval bo'ldi. Aynan mana russolarni kuzatib bormasam ham, meni esimda faqat shu Marvel bilan ishlagandagi o'sha Mstitelini ham qanaqadir bir konseptini qo'yib berishlarida katta hissa qo'shgan odam sifatida bilaman ularni, bo'ldi. Asosan shu. Undan oldin yana bitta trash. Master Jason Statham yaqinda chiqdi. Kinoteatrga tushdim. Bir xil hamma. Eng qizig'i shu yilini o'zida Aracha degan kinosi chiqqan. Pchelovod-da. Bir xil. Yana eng qizig'i yana shunchalik bir xilki, bunaqa filmda o'zi o'tmishida nimadir bo'lgan, lekin hozir oddiy hayotni iste'foda, oddiy hayot tanlayapti. Lekin kimdir ya'ni yaqin odamni kimdir xafa qilgan ibora bu adolat o'rnatish kerak-da. Xuddi shunaqa. U yoqda buvijon bu yerda kichkina qizni o'g'irlab ketgan. Xo'p, bu kinolarda qaysidir kasb nomi qo'yiladi-da. Mana shu master, u yoqda asalarichi, anons ham bor. Mexanik. Nega? Xuddi Liam Neeson mana passajir xuddi shunda. Shunda Anton Dolin hazlet berganida bir rejissyorlar kelishib olib, Stathamga aytmas ekan bu har xil kinoligini. Statham hali ham shu kinoda yurman deb o'ylar ekanda. Aytishmas ekan. Agar Instagram'ini kuzatsangiz ham, kommentga kirsangiz, har bitta postida faqat ruslar yozadi. Shunaqa men bo'lib ketgan. Ikki nuqta uni har xil hazil. Shunday. Sitatalarni yozib qo'yadi. Shunday. Undan oldin bo'lsa, Hindistonda juda ham yaxshi kino chiqqan. Bu ijtimoiy qanaqadir muammolarni ko'taradigan "Всё, что нам кажется светом" deb nomlanadi. As we imagine as light, ya'ni biz nimani nur deb bilamiz deb tarjima qilsa bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. O'sha realizm yo'nalishida qilingan. O'zi Hindiston juda ham hozir qiziq jarayonlarni boshdan kechirmoqda. Xuddi O'zbekistonga o'xshab ijtimoiy katta o'zgarishlar bo'lyapti. Doim bo'lgan. Chunki aholisi juda ham katta mamlakat. Oshib ketdi. Eng qadimiy falsafalarga ega xalqlardan bittasi. Shu sababdan ham u yoqdagi o'zgarishlar boshqacha ranglarda chiqib keladi-da. Ya'ni ular chuqur falsafa ichida yashagan odamlar, lekin Hindiston kir u bu deyshadi, to'g'ri. Lekin ko'rasizmi, bunisi ham qiziq-da. Har xil narsalarning qorishmasi bor. O'sha ismi Satyajit Ray bo'lardi rejissyor, o'zi lekin Bangladeshli u. Baribir endi ular bitta xalq deb qaralgan hozir paytga ajralib ketgan bu mamlakatlar. Scorsese juda ham yaxshi ko'radi u rejissyorni, shu kan olganmidi nimadir. O'sha yerda ham Жизнь Апуми degan shu kinosi bor. Men adashtirayotgan bo'lishim mumkin. Trilogiya o'zi aslida xuddi Truffaut anaqasiga o'xshaydi. 400 udarovga o'xshaydi. U yerda ham birinchi 400 udarov qilgan yosh bola hayoti. Keyin uni o'smirlikdagi kattaroq payti, yosh uylangan payti, o'smirlik payti, keyin uylangan paytini ko'rsatgan. O'sha aktyor o'ynagan yana. Shunaqa rejissyorlar oldin shunaqa olganda yillar davomida. Yo'q, birinchi 12 yoshli bola paytini oladi.
keyin 16-17 bo'lganda o'sha aktyor bilan yillar o'tib oladi. Keyin 25 ga to'lganda yana o'sha aktyor bilan oladi-da. Xuddi shu ishni Sashavit Ray ham qilganda, o'sha o'zining davrida. Kim birinchi qilgan? Menimcha Sashavit Ray qilgan. Chunki o'ziga yarasha fransuz yangi to'lqiniga turtkilardan bittasi ham bo'lgan, baribir. Mana bu ham mana shu bir an'anani davomchisi qilib bo'lib oldi. Nimaga meni e'tiborimga tushdi? Adashmasam Oscargami yo Kangami qo'yilgandi bu. Eng yaxshi Kanga qo'yilgan o'zi. Chet ellik film bo'lib, o'shanga men kirib ko'rdim. Men rosa yoqdi. Endi hindlarning o'zi baribir bo'rttirib boradi. Bu yerda ham hind olgan, lekin maktab boshqa. Maktab boshqa. Bollywood maktabi emas bu, oldin aytaman. Undan oldin Anorani ko'rib chiqdim. Umuman Oscardagi kinolarni ham o'sha mana bu Brutalistni, lekin Brutalist to'g'risi oxirigacha ham ko'ra olmadim. 1,5 soat ko'rdim-da, qarasam bu yana bitta yahudi yigitni qiynalib oxiri muvaffaqiyatga erishgan voqeasi ekan. Bo'ldi, xo'p, bilaman. Ha, sizlar muvaffaqiyatsizlar, bilaman, okey dedim-da. Keyin ko'ra olmadim yo'q. Shunday. Shu oxir kinolar mana shular. Yaxshi. Endi shartlarga o'tamiz. Okay. Videoni asosiy qismiga. Birinchi bosqichda 10 ta fakt aytaman. Siz to'g'ri yoki noto'g'riligini aytishingiz kerak. Ha yoki yo'q deb javob berasiz. Orada mulohaza qilib ketsangiz bo'ladi. 2 balldan beriladi. O'zi shartlar tushuntirib o'tay. 5 ta bosqich bor. Har bitta bosqichda maksimal 20 ball yig'asiz. Okay. 20 ball yig'asiz, umumiy 100 ball bo'lyapti. Maksimal 100. Maksimal 100. Agar siz 60 dan oshira olsangiz, sovg'a yutasiz. Mjolnirga munosib bo'lasiz. Mjolnirga. Qo'yib turing. 60 dan oshsam ola olaman. Okay. 60 ball yetmayapti. Mazza bo'lsa kerak ko'tara olish. Bizga nasib qilsin. Xudo xolasa. Xo'p, birinchi bosqichni boshlayman. 10 ta fakt 2 ballda. Birinchisi, Steven Spielberg Jaws, ya'ni Chellusti filmini suratga olayotganda haqiqiy akuladan foydalangan. Yo'q. To'g'ri. Ikkinchisi, Titanic filmidagi yurak shaklidagi taqinchoq haqiqiy tarixiy buyum. Okay, ha. Yo'q. Noto'g'ri. Uchinchisi, aktyor Harrison Fordning hozirda eng oxirgi suratga tushgan filmi bu Indiana Jones 5. Ha. Oxirgi tushgani Indiana Jones 5. Yo'q. Pensiya deydi-ku. Kapitan Amerika to'rda tushdi-ku. Esimda yo'q ekan. Pensiya deydi, Indiana Jones uchun qaytgandi. Okay. Keyin Kapitan Amerika to'rda ham tushdi. Xo'p, to'rtinchisi, Chaqmoq McQueen multfilmi 3 ta qismga ega. Yo'q. Nechta qism? 4 ta? Yo'q, 4-chi hali chiqmagan. 3 ta qismga ega. Beshinchisi, Quentin Tarantino 60 yoshdan oshgan. Hozir aytaman. Matematika boshlanadi. Yo'q, oshgan. To'g'ri, oshgan, 62 yoshga to'libdi yaqinda. Oltinchisi, Taxtlar o'yini seriali so'ngida Sansa Stark xaritada chizilmagan yerlarni o'rganishga ketadi. Bu yerda ilmoliy savolda, xaritada o'rganilmagan yerlarni, to есть, ya'ni hop. Lekin e'tibor beradigan Sansa Stark. Bu narsa emas, ha. Sansa Stark emas-da, u qilmaydi. Ukasi qiladi uni. Singlisi. Yo'q. Endi kim o'rganadi bilmadim. Xo'p, u emas, yo'q, lekin Sansa emas. To'g'ri, Sansa emas, Arya Stark singlisi ketadi sayohatga. Ha, endi Arya o'zi sayohatga yuradi, Sansa maza qilib yuradi. Yerga bunisiga, u boydan boyga, menga gelik olib ber deydi, Boltonga nimadirlar qilib yuradi. Yaxshi, 7-chisi, Cho'qintirgan ota trilogiyasida 2-qismi eng ko'p Oscar yutgan. Oh, come on. Xo'p, demak, ikkinchisi De Niro olgan. Coppola yana olgan rejissyorlik, eng yaxshi filmga olgan. Operatorlik bilmayman. Ssenariyga yana olishgan. Ha, Coppola ikkinchisida Oscarlar to'lib ketgandi, ikkinchisi ham. To'g'rimi shunday? Shunday. To'g'ri. Ikkinchisi 6 ta olgan, birinchisi 3 ta olgan. Uchinchisi olmagan. Uchinchisida endi olmagan. 8-chisi, rejissyor Christopher Nolan
barcha filmlarini Warner Brothers studiyasi bilan hamkorlikda suratga olgan. Barcha filmlarnimi? Albatta yo'q, birinchi преследованияni o'zi pul yig'ib olgan u. Hammadan ota-onasidan aka berib turaman, qaytaraman, aka berib turaman. Javobingiz? Yo'q, birinchi Following filmini qarz qurus qilib olgan u. Yo'q, endi studiya bilan aytganimda Studiyaviy filmlarnimi? Ha, yo'q, lekin javobingiz to'g'ri. Oxirgisi Oppenheimer'ni Universal bilan olgan. Ha. O'zi Warner Brothers bilan konfliktga borib qoldi-ku, karantin payti Tenet filmini streamingga qo'yamiz desa yo'q deb urushib, baribir kinoteatrda chiqardi. O'sha karantin yili 460 million yig'gan o'sha Tenet filmi. Shunda ham byudjetini oqlab, isbotlab bergan, kinoteatrlar hali o'lmaganini o'sha Christopher Nolan mana shuni qilib bergan. Internet filmi bu Neymar razafin qilib tashlaydi-yu. Maydonning o'rtasida kerak emas. Uni 3-4 marta ko'rmasangiz, tushunmaysiz. 9-inchisi Gollivud Kaliforniyada joylashgan. Ha, Kaliforniya shtati, Kaliforniyada. To'g'ri. 10-inchisi Ratatouille multfilmidagi voqealar Londonda bo'lib o'tadi. Hayotdan olingan deysizmi deb o'ylayman. Yo'q, Parijda bo'ladi. To'g'ri, Parijda. Tabriklaymiz. 10 ta fakt tugadi. Keyingi shartga o'tishdan oldin sizga yana savollar bor. Homiylardan. All right. Bosh homiyingizdan Hudi Fiyas ofisda, ishda, bemalol uyda kiyib yursangiz bo'ladi. Yes. All right. Ajoyib. Thank you. Thor Funko Pop o'yinchog'i. Yes. Qani? Funko Pop. Siz Thorning muxlisi o'zingiz bo'lsangiz kerak. Men Marvel'da muxlisimiz. Ha, yo'q, uni bilardim. Ajoyib. 3-chi sovg'a ITVdan promokod 90 kunga. Yo'q, bermaysizlarmi? Olib bo'ldim-ku men ITVdan. Yana keyingisiga cho'zdira olaman. Bemalol. Okay. 90 kun 3 ta 4 ta qurilmagacha ulaysiz. Keyin masalan sayohatga chiqsangiz, yuklab olish funksiyasi qo'shilgan. Xohlagan serialni, kinoingizni yuklab olasiz. Internet yo'q joyda bemalol ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Reklamalarsiz, asosiysi yuqori sifatda xohlagan deyarli serial, filmingiz, anime topsangiz bo'ladi. Telekanallar ham bor. Ajoyib. Erkak yig'lamasin seriali ham bormi bu yerda? Bor, o'zbekcha kontentlar ham bor. Breaking Bad aytaman. Bor. Professional o'zbekcha dublyajda bor bu serial. Ya, bilaman borligini o'shanga aytdim. Tarjimalar har xil-ku. Erkak yig'lamasin, tursa yomon qiladi. Endi o'tda boshqaroq o'zi. Agar siz ham ITV ilovasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, video ostiga o'tib, ilovani yuklab olsangiz bo'ladi. Har qanday film serialingizni topib olasiz. O'zbek tiliga filmlar dublyaj qilinyapti professional tarzda va boya aytgan qulayliklarimdan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Shunday ekan video ostiga o'tib, bemalol ilovani foydalanib, ilovadan mazax foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, biz esa ikkinchi shartga keldik. Ikkinchi shart endi boshida ozgina osonroq bo'ldi faktlar. Endi bu yoqqa jiddiylashamiz. Bu yog'iga oson bo'lmaydi. Shohruxxonning shaxsiy hayoti haqida bo'ladi deyman. Bollivud yulduzi. Eslatma aytib qo'ymoqchiman. Do'stimga qo'ng'iroq funksiyasi bor. Okay. Mana shu ikkinchi shartda qo'l kelishi mumkin sizga. Bo'ldi. Ikkinchi shartda 5 ta savol 3 ta varianti bilan bo'ladi. 4 balldan 5 taga. Telegramdan telefon qilasiz. Ha, Telegramdan qilamiz. Bo'ldi. Tayyor qilib qo'yasiz. O'shan qarab turibman kim, qani. Xo'p. Bu tanig'ran kim onlayn bo'libdi, shunga ham qarab turaman. Bo'ldi, okay. Bo'ldi, Sasha Santexnik. Tayyor emas. Xo'p, birinchi savolga o'tamiz. Rejissyor Tim Burton quyidagi filmlardan qaysi birini suratga olmagan? Okay. A. Amerikalik psixopat. B. Charlie va shokolad fabrikasi. C. Beetlejuice 2. Ikkisini o'zi oldini ham to'g'ri. Hatta Charlie va shokolad fabrikasini olganlarmisiz? Ha, albatta. Javobingiz? Agar kostyum kiyib olgan, g'alati rang-barang, juda ham kislota rangli narsalar yoki xudoshga katta e'tibor berilgan dark gotika yo'nalishi va Johnny Depp bo'lsa, Tim Burton. To'plar. Shunda javobingiz Amerikalik psixopat. Variant qabul qildim, to'g'ri. Tabriklaymiz, birinchi savolga to'g'ri javob. Xo'p, ikkinchisi Indiana Jones bilan bog'liq.
Okay. Indiana Jonsning eng yaqin do'sti Muhammad Salah qayerlik? Muhammad Salah emas futbolchi. Ikkita L bilan yozilar ekan. Muhammad Salah qayerlik? A. Falastin, B. Jazoir, C. Misr. Xo'p, o'zi do'sti bilan albatta o'sha Misr ehromlarining atrofidagi qazishmalarda tanishib qolishadi, o'sha yerlik bo'ladi. Lekin balki dialoglarning orasida men o'zi bu yoqdanman deb aytgan bo'lishi mumkin. Buni aniq eslay olmayman. Yuzlaringizdan qarab o'qimoqchiman-da. Mendan ham menga savol berib aldab bir bo'lsangiz bo'ladi, lekin siz chalg'itishim ham mumkin shuni. O'zi umuman bu joyda faqat Misr varianti eng to'g'ri keladi, chunki Indiana Jonesning o'zi o'sha birinchi, ikkinchi jahon urushini davrlarida, undan oldingi davrlarni qamrab oladi. U paytda Suez kanali juda ham geosiyosiy o'yinlarni markazida bo'lgan. O'shaning uchun ham ko'p voqealar o'sha yerda sodir bo'lgan aslida. O'shaning uchun ham Misr bu yerda eng hozir birinchi raqamli qanaqadir variantisi bo'ladi. Falastin juda kam va ehtimoli Jazoir bo'lishi mumkin, lekin agar fransuzlar bilan bog'liq nimadirlar bo'lsa, chunki Fransiyaning koloniyasi bo'lgan va ko'p Jazoir bilan bog'liq voqealar hammasi bu o'z umuman Fransiya imperiyasi bilan bog'liq narsalar. Lekin Indiana Jonesda men eslolmayman. Lekin u Jazoirdan kelgan bo'lishi mumkin desak ham bo'ladi-yu, lekin Jazoir bilan Misrda hech bir o'zaro oldi-berlari men pop madaniyati ham tarixda ham kam eshitganman-da. Bilmadim. Faqat Misr, boshqa variantim yo'q. Boshqa variantim yo'q. Qabul qildim. Afsuski Jazoirlik emas, Misrlik. To'g'ri. To'g'ri, yaxshi. U Muhammad Salah oxirgisida ham qatnashdi. 5ta. Aha, yo'q. Okay, trekanda Jordan Mak. Xo'p, 3-savol. Ninja toshbaqalarning qaysi biri ko'k rangli bog'ich taqadi? Oson bo'lsa kerak. Xo'p, A. Michelangelo, B. Leonardo, C. Donatello. Donatello emas, Michelangelo bilan Leonardoning orasida o'ylayman. Adashmasam ko'k Leonardo edi baribir. Menimcha baribir Leonardo. Leonardoda qoldingiz, o'zgartirmaysiz. Kinolarni ko'rganmidingiz? Multfilmlarni ko'rgan bo'lsangiz. Multfilmlarni ko'p emas, kam. Shunda Leonardoda qoldingiz. Ko'k Leonardo. Tabriklayman, to'g'ri, esingizda ekan o'sha multfilmlarda. Leonardo o'sha ikkita qilichi bor. Ha, eng yaxshi ko'rganim o'zi shu edi, o'shaning uchun ham. Ha, Sardor, ha. Xo'p, 4-savol. Oltin Malina 2025 taqdimotidagi qaysi film eng yomon deb topildi? Wow, okay. A. Joker 2, B. Borderlands, C. O'rgimchak xonim. O'rgimchak xonim Miss Webmi? Ha, Madam Web. Madam Web. Dakota Jones. Dakota Jones. Malina 25 ya'ni 24-yilgi filmlar uchun. Shunaqa. Borderland nima deb tarjima qilishdi shuni ruslar? Borderland qovurdimi? O'yinda ekranizatsiyasi. Madam Web o'zi internetda juda ko'p anaqa bo'ldi. Muhokama, memdan kulishdi. Joker 2 ham shunaqa bo'ldi. Joker 2 unchalik emas. Endi o'ta Lady Gaga anaqasi hurmatiga ozgina. Joker 2 ko'proq provalniy film. Yo'q, Joker 2 Malinaga aniq qilmaydi. Eng ko'p nominatsiyada tushdi. Malinagami? Joker 2? Wow. Yo'q, lekin rejissyor Todd Phillips o'zini ko'rsatdi-da. Bo'ldi, sal tayyor emaslar bu kinoga deb oldi-da. Har xil gap yuribdi. Buni atrofida hech kim ham aytayotgani yo'q. Ba'zilar ataylab shunaqa qildi, yozorgandan keyin birinchi qismida atak tugallangan voqea-ku birinchi qism. Davom bo'lmash kerak, lekin olasan deganiga mana oldin boshqa so'ramanglar deb. Shunaqaroq. Da. degan gaplar chiqdi, endi qanchalik. Shunday. Bilmaymiz. Bu yerda Borderland haqida ham so'rasam bo'ladimi? O'sha kimlar o'ynagandi? Nima syujet edi? Hozir aytaman. Kate Blanchett o'ynagan. Keyin aktyorning ismi esimda yo'q, Godali katta aktyor bor. Keyin Jack Black robotga ovoz bergan, adashmasam, robot bo'ladi. Keyin quyon personaj unchalik mashhur emas u aktrisa. Shu Kate Blanchett asosan. Dwayne Johnsonmi? Katta aktyor? Yo'q, undan ham kattarog'i bor. Ayiq rularini. Batistami anaqa? Yo'q, u unchalik ham mashhur emas. Hozir Okay. Yo'q. Creed raqibi bo'lgan edi, birinchimi, ikkinchi qismidagi. Okay. Yo'q, uni ham eslolmayman. Menimcha Madam Web bo'lsa kerak.
Joker 2 emas demak. Yo'q, endi u unaqa ko'p to'g'ri chiqsa ham qo'shilmayapman. Joker unchalik yomon emas. O'rgimchak xonimda qoldingiz. Qabul qildim, to'g'ri topdingiz O'rgimchak xonim. Adashmasam 3 ta nominatsiyada yutgan. Oltin margina. Endi 3 ta ko'p demaling uchun baribir. Chunki u yerda har xillarga tarqatishadi-da. Shunaqa. Joker 2 lekin haqiqatan ko'p nominatsiya bo'ldi. Joker 2 ham olgan. Oldimi? Ha, detektiv yo'nalishda oldi. Eslab qolmayapman qaysiligini. Xo'p, 5-inchisi endi Maymunlar sayyorasi bilan bog'liq. Okay. Maymunlar sayyorasi trilogiyasidagi 2 va 3 filmlarni qaysi rejissyor suratga olgan? Endi qarang. Originalimi, rebootimi? Reboot, yangiroq. Rebootimi? Hop, xo'sh. Xo'p, A variant Tim Burton, B Matt Reeves, C Denis Villeneuve. Zo'r, yaxshi. Denis Villeneuve aniq olmagan. Tim Burton aniq olmagan. Faqat Matt Reeves qo'yapti bizda. O'sha Batmanni oldida oxirgisi hozir. Nega Denis Villeneuve olgan bo'lsa mumkin? Bo'lishi qarang-a. Denis Villeneuve har bitta qadamini bizni qarab yuramiz-ku. Yaxshi chalg'itib bo'lmasangiz. Denis Villeneuve bitta aktyorsa bilamiz-a. Yo'q, Matt Reevesga yaqinroq rejissyor topa olmadim. Ya, mayli. O'sha Mstitelini olish kerak edi, uchtasini. Qalashib yotibdi rejissyorlar. Shunda javobingiz Matt Reeves 100%. To'g'ri. Beshalasiga ham to'g'ri javob berdingiz. Maksimal ball. Gap yo'q. Menimcha bundan oldingilar maksimal ball yig'a olmadi. Hech qaysi anoda shartda. Okay. Xo'p. Qo'ng'iroq bo'lmadi. Asrab qoldingiz. Lekin keyingilarga unchalik ham kerak bo'lmasligi mumkinmi? Kerak bo'lmasligi mumkin. Okay. Lekin ko'ramiz. 3-bosqich juda ham qiziq. Siz menga 10 ta rejissyor aytasiz, hozir savolni aytaman. Eng ko'p kassa yig'gan rejissyorlar top 10 taligi. Ya'ni ular suratga olgan filmlarning kassasini qo'shib chiqsangiz, tushundim. Eng ko'pidan 10 ta. Endi savol, inflyatsiya hisobga olinadimi? Yo'q, bu yerda kassada o'zi hisobga olinmaydi. Inflyatsiya hisobga olinmaganmi? Kassa hisoblash bo'yicha hisobga olinmaydi kinolardagi inflyatsiya. Yo'q, inflyatsiya hisobga olinadigan inflyatsiya hisobga olinish kerak-ku. Bu ro'yxat bunaqa emas. Bunda emas, o'z umuman ro'yxatlar. Masalan, eng kassabop filmlar qilsangiz ham, ularda inflyatsiya olinmagan hisobga. Shunaqa hisoblanadi. Endi o'zi eng kassabop tarixdagi film bu Shamollarda qolgan hislarim. 3 milliardga yaqin bo'lib ketgan bo'lardi agar inflyatsiya hisobga olinsa. Lekin unaqa emas. Bunda shunda demak, bo'pti. Birinchi o'rinda bu hozir. Yo'q, o'rinni aytish shart emas. Men o'zim aytib ketaman qaysi o'rindaligini. Tushundim. To'xtang, 20 ta imkoniyatingiz bor. 20 ta imkoniyat bo'ldi. James Cameron bor, buni bilamiz. James Cameron 2-o'rinda. 8.8 milliard dollar. Eng ko'p kassa yig'gan filmi Avatar 2.9 milliard dollar. Shunday. Birda Bob Spielberg adashmasam. Steven Spielberg 1-o'rinda 10.8 milliard dollar. Shunday. Jurassic Parkda eng ko'pi kassa yig'gan filmi 1.1 milliard. Shunday. Dollar. Xo'p, endi ketdi. Inflyatsiya hisobga olinmaydi. 10 taligi. Wow. Prodyuserligi hisoblanmaydi. Bosh rejissyor. Inflyatsiya yo'liga qiynayapti-da. George Lucaslardan berardim-da, hozir aylantirib. Franshizalarga shu o'zi shu tashlaganlar bor-ku. Shunday o'zi shular chiqadi o'zi asosan. Lekin hammasini taniysiz. Endi hozir men o'ylayotganim anaqa menimcha o'zi bilgan 20 ta rejissyoringiz aytsangiz ham baribir chiqadi. Mayli, Scorsese bilmadim, bormikan? Scorsese afsuski bo'ladi. Bu shunaqa. Menimcha Villeneuve chiqib oldi. Denis Villeneuve yo'q. David Fincher yo'q. Tarantino ham yo'qmi? Quentin Tarantino yo'q. Sal o'ylab ayting. Yo'g'iga ketyapti. Xo'p. Oh god. Franchizalardan esa eslash kerak. To'g'ri, franchizalardan. Va bitta rejissyor ketma-ket olgan franchiza. Baribir George Lucas bo'ladi o'tdi. George Lucas yo'q. Are you kidding me? Star Trek debman. Star Warsni bittasini olganda faqat to'g'ri. Bo'pti. Okay. Qolgan prodyuserlik qilganlar.
Franchizalar. Garri Potterda har xil rejissyorlari. Kris Columbus to'g'ri ikkitasini olgan, Adin Domani bir ikkisini olgan, lekin ularni yig'sa ham 10 taga kira olmasligi mumkin-da, Kris Columbus. Yo kirishi mumkinmi? Aytdingizmi? Hisobga olaymi? Bilmadim, siz ayting. Bilmadim-da, endi ayting-da. Aytavering. Aytingchi ko'ramiz. Kris Columbus. Afsuski u ham. Ay, yo'q. Yaxshi. David Yates bor edi, u ikkitasini, uchtasini olgan Garri Potterni ham, lekin uni yetmaydi. Ha. Ko'p aytib tashladim bundoq qarasa hozir, demak. David Yates aytmadingiz. David Yates aytmayman, hisoblanmaydi u. Aytavering, balki chiqib qolar. Yo'q, chiqmaydi. Men aytaymi qanaqa rejissyor kerak bizga? Qaysidir franshizada ikkitami, uchta kinosini olganda, keyin uni nariga franchizaga chaqirishganda, o'tda ham ikkita uchta olgan. O'sha rejissyorlar kerak-da. Men ham bor, qotib qoldi prosta. Bilardim. O'sha qotib qoldi bo'ldi. Franshizani eslolmayman. 8ta ketdi, 12ta qoldi. Ha. Hozircha ikkita topdingiz. Ya, bu endi bir-ikkilarni bilardik-da, biz ro'yxatlarni qarab yurganmiz. Mana bu nima franchizalar bor edi o'zi? Nolan bor-ku. Christopher Nolan 7-o'rinda. Ha, Nolan bor. 6.2 milliard dollar. Qora ritsar eng kassabop filmi 1.1 milliard. Nolan esdan chiqibdi. Nolan zo'r o'shanga bor emas, prosta Nolan kassabop oladi filmlarni ham. Shuning uchun. Hamma tushadi. Kutib yuradi ham. Tarantino yo'liga Inglourious Basterds eng kassabop menimcha Tarantinoda ham. Hop. Franchizalarni bitta eslab olaylik, oxirgi franchizalarni. Hop, Star Wars, lekin uni rejissyorlari hozir ma'milada russolar bor-da baribir. Chunki Mstiteliydan bitta-ikkita rejissyorlar bor edi. Ko'k russolarni qabul qilaymi? Qabul qilingchi. 3-o'rinda 6.9 milliard dollar, Qasoskorlar final eng kassabop filmi 2.8 milliard dollar. Russolar bor. Chunki russolar Marvelda o'sha Mstiteliydan ikkitadan oldin ham Kapitan Amerikani ikkitasini olgan, ular ham yaxshi kassabop. Shunday. Yaxshi. Tim Burton menimcha bor, chunki Alisaga milliarddan ko'p yig'ib o'rgandi. Undan keyin anonsi ham yig'gandi. Nima filmlari yig'di orada? Yana bitta milliardlisi bor edi. Lekin Tim Burtonda Beetlejuice, Batman 1-2sini ham bo'lgan, lekin 80-yillarning oxirlarida yaxshi kassabop film bo'lsa ham 300-350 millionda, ular milliardga bormagan deb aytdi. Tim Burton aytdingizmi shunda qabul qiling? Xo'p, o'ylayapman. Walt Disney rejissyor bo'lganda yoritpash yerdi. Lekin bu yoqda DreamWorks'da, Pixar'da yoki Disneyda o'zini doimiy anaqalarni oladigan bo'lsak, rejissyorlarni kam bo'lgan. Faqat mana Toy Story'ning rejissyori oti esimdan chiqib qoldi, u ko'p bo'lardi-yu. Qolganlar rokirovka qilib yuradi baribir. O'tda menimcha bitta alohida chiqqan rejissyor yo'q o'tda ham. Qanaqadir podskaskalar bormi? O'sha franchizalar deb aytib katta franchizalarni esdan chiqaryapsizmi? Yaxshi o'ylamayapsiz. Shunaqa. Peter Jackson. Okay. Hobbit. Lord of the Rings. Come on. Peter Jackson 5-o'rinda. 6.6 milliard dollar kassa yig'gan filmlari, Uzuklar hukmdorining 3-chisi 1.1 milliard yig'gan. Shunday. Hop, 9 ta qoldi. 9 ta imkoniyat qoldi va nechta rejissyor qoldi? 6 ta qoldi. 4 ta topdi. 4 tasini topdim. Xo'sh. Lekin yo'q, 5 ta topdingiz. 5 ta topdimmi? Okay. Franchizalar nimagadir hozir umuman eslolmay qolyapman-da. Hop, Mstiteliylarni tozaladik. Yana super qahramon filmlaridan kimlar bor edi? Bu yoqda DC'da bor. DC'da kim edi? Hamma gapirdi-yu bir. Aronofskyning lekin kassabop filmlar juda ko'p emas. Ro'yxatda hali aytilmagan ikkitasini bir necha bor tilga olib o'tdik. Bundan oldin, Villeneuve aytdimmi men? Hozir aytib bo'ldimi Villeneuve deb? Aytgansiz. Yo'q edi. Bir necha bor aytganman. Rejissyorlar hammasi deyarli zamonaviy, to'g'rimi? Hammasi zamonaviy rejissyorlar. Hozir ham oladilar. Hozir ham oxirgi 1-2 yilda ham olganlar. Shunaqa. Guy Ritchie yo'q, bormikan? Xo'p, Sherlocklarni olamiz. Ular 500-600 milliondan uchtasi.
Lock, Stock and Two Smoking Barrelslari yig'magan, Snatchlar yaxshi yig'magan baribir u paytlarda. Orada Karol Artur oldi, orada Gentleman'ing oldi. Guy Ritchie o'zi kassabob hisoblanadi, lekin Guy Ritchie ko'proq o'rtacha budjetga uni oqlab beradigan filmlar oladi. Katta budjetga olmaydi. Ya'ni 200 millionga olib 1 milliard qilmaydi. Unga ko'proq 80 million beriladi, 300 million qilib beradi u. O'shanisi bor. Guy Ritchie menimcha yo'q lekin. Bu yerda yana bir narsa bor. Guy Ritchie bor bo'lishi mumkinmi? Bilmadim, endi aytsangiz bilamiz. Men kulayotganim faqat bir ikkita rejissyorlardan qaytganingiz bor. Ha, esib turib qaytganlarimi? Kimlar? Men yaxshi uxlamadim-da kecha boru. Men ham bu qovatda orada. Ayting desam yo'q dedingiz. Kimlar edi? Kimlarni aytdim? Miya o'zi ishlamayapti. Aronofsky emas. Aronofsky nimasi bor? Noyo. Ridley Scott. Ridley Scott 8-o'rinda 5 milliard dollar eng kassabob filmi, lekin Mars tutquni 653 million. Milliardli olmagan ekan. U mana shu bitta Ridley Scott mana shu ro'yxatda milliardli film yo'q, hammasida bor. Sababi bor, chunki Ridley Scott o'zi hunarmand-da. Ya'ni rejissyorlik uni hunarida. U har yili yoki 2 yilda bitta kino chiqaraveradi. Kino ovuradi. Kinolar yomon emas. Oxirgi marta Gladiator 2 ni oldi o'zi. Xo'p, kimni men aytib qaytib oldim, ha? Hozir shunda 6 ta bo'ldimi? Hop, kimlarni aytganimni eslatib yuboring. Men aytsam shuni aytasiz hozir. Yo'q, 5-6 tasini aytdim-ku. Bo'pti, o'zim eslashim kerak baribir. Tarantino yo'q dedingiz. Aronofskyni esladik orada. Anaqani esladik. Bu yoq DC dan kim bor dedim-da. DC da bor edi, men Batmanni oldi, keyin Zack Snyder bor. Zack Snyder yo'q. Hop, Tobey Maguire rejissyori kim edi? Sam Raimi nimalar oldi keyin? U ham yo'q menimcha. Doctor Strange 2 ni oldi oxirgi marta deshmasam, Marvelda. Shundan keyin olmadi boshqa. Sam Raimi. Snyder Cut. Okay, Snyder yo'qmi? Anaqalarni o'ylayapman hozir endi. Gore Verbinskilarni o'ylayapman. Pirati Karibskiylarni olganini. Lekin u Gore Verbinski 3 tasini oldi-da. To'g'ri boshqa odamga berib yuborishdi adashmasam. O'zi kinodan ham bilib olsangiz bo'ladi, boshqacha. Keyin boshqa o'zi ko'p narsa olmagan keyin u. Keyin Clipmaker rejissyorlar bor-da. Voy, Michael Bay. Michael Bay 4-o'rinda 6.7 milliard dollar. Eng kassabob filmi Transformerlar 3 1.1 milliard dollar. O'zi diskor katta bo'lgan Transformerlarni Michael Bay bo'lgan. Michael Bay ezvoradi, portlamasa bo'lmaydi. Lekin menga Michael Bay eng yoqadigan kinosi Anabolikki. Anabolik. O'sha menga yoqadi. Yaxshi olgan o'shani qaytanga. Scorsese yo'qmi? Hayron qolasan kishi. Mudom o'ylab qolasan. Xo'p, Jokerlarni Nolanni aytdim. Nechta bo'ldi? 7 ta bo'ldi. 3 ta qoldi. Menimcha men u yo'qlarni eshitolmasam. O'sha 3tasini aytib qaytib olganingizda. Aronofskymi? Yo'q. Yana nechta imkoniyatim qoldi? 6 ta. 6 imkoniyatim qoldi. 2 ta rejissyor aytib bo'ldimmi? Kimlarni aytdim men? Clint Eastwood yo'q bularning orasida. Shu qiyin tarafi shu bo'pti-da. Inflyatsiyani inobatga olmayotganimiz. Mayli. Bu eskilarning hammasini eslay olmasdim baribir. Hind filmlarini aytardim. Millionlab odamlar tushgan-u, gayday derdim, chiqardi ovoz ro'yxatda. Yevropadan kimlar bor? Yaxshi rejissyorlar. Kassabob. Men aniq kelyaptim. Men Millionaire Shoplarni olgan. Danny Boyle, lekin uni unaqa kassabob filmlari ko'p emas o'zi. Siz aytganlaringizni eslangda, voy shuni eslay olmayapman. Franšizalardanmi ular ham? Bittasi haqida zo'r ta'riflar berib aytmay yo'q dedingiz, keyin aytdingiz. Voy tavba, kim aytdimi mana? Tim Burton'ni aytmadimmi? Yo'q.
Tim Burton aytdingizmi shunda qabul qiling? Xo'p, o'ylayapman. Walt Disney rejissyor bo'lganda yoritmash yerdi. Tim Burton aytdingizmi shunda qabul qiling? Xo'p, o'ylayapman. Tim Burton'ni aytmadimmi? Yo'q. Tim Burton? Tim Burton 9-o'rinda 4.9 milliard dollar yig'gan. Alisa ko'zgu ortida 1 milliard dollar. Ha, o'shani aytdi Alisa. Aytdingiz. Aytasizmi? Yo'q dedi. Tim Burton men keyin aytdim deb hisoblab yurgan ekanman hozir. Aytmadingiz, hisobga olmaysizmi? Yo'q, u olmagan, unaqa ko'p dedingiz keyin. Wow. Endi Guillermo del Toro qo'yapti-yu, bilmadim endi. 6-o'rindagi bilan 10-o'rindagisi qoldi. Uni bilmadim, aytolmasam kerak-yu, lekin 6 ga harakat qilib ko'rish kerak. Chunki 6 deganda bu 6dagini ham aytib o'tdingiz-da. Faqat uni qisqa shuni aytdingiz, bo'lmasa kerak. Ay, Atak taslim bo'lsangiz ham bo'ladi. taslim bo'ldim. Xo'p, unda mayli 10dan boshlaymiz. 10da J.J. Abrams Yulduzlar jangi kuch uyg'onishi o'sha oxirgilarini olgan. O'sha, men bildim kimdirlar bor o'sha yerda. Eslaman. 4.7 milliard dollar bergan. O'sha kuch uyg'onishi filmi 2 milliardga borgan. 6-o'rinda David Yates bormi baribir? 6.5 milliard dollar Harry Potterni oxirgi qismi 1.4 milliard dollar bergan. Bu Harry Potter 4tasini olgan. 4tasini olgan. 5, 6, 7, 1, 7, 2 ni olgan. Voy, David Yates dedim. David Yates aytmadingiz. David Yates aytmayman, hisoblanmaydi-ku. Aytavering, balki chiqib qoldi. Yo'q, chiqmaydi. Bo'lmasam ko'pchilik tanimaydi uni. David Yates hech itam bilmaydi. Faqat Harry Potter olganmiz. Voy baling. Harry Potterdan. Keyin ana fantastiskiy твари o'shalarda ham. Ha. O'sha uchalasini. O'shatdan yig'di, to'g'ri. Xo'p, yaxshi, yomon emas. 8 ta topsangiz ham 8 topgangiz. Bunga ochko bormi? Albatta, har biriga 2 balldan-da. Zo'r unda, zo'r. Xo'p, 4-bosqich juda ham qiziqarli. 3 ta aktyorlar aytaman, umumlashtirib bitta film aytishingiz kerak. Men sizga rasmlarini ham ko'rsam. Telefon qilsa bo'ladi. Da, bemalol, hali saqlab. Mabodo. Keyin yana aytib qo'y, agar ballingiz 60 ballga yetmasa, super o'yinimiz bor. Yetmagan ballingiz beraman, o'shanga ham saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Okay. Hop. Nodir aka Nishonov onlayn. Как раз uzr ham so'rab olaman. Turibdilar, bo'ldi mana. City bo'lib turibdilar. Xo'p, boshlaymiz 4-bosqichni. Boshlaymiz. 3 ta aktyor, bitta film, 4 balldan 5 ta savol. Birinchisi osmondagi bolalar. Xo'p, birinchisini boshlaymiz. Bruce Willis, Tim Roth va John Travolta. Oh, okay. John Travolta, Bruce Willis. Oh, god damn it. Willis bu anoda, to'g'ri? Krepka rishkdi yulduz. Aniq hozir juda tanishman. Men ham bor, qotib qoldi. Siz agar hozir topa olmasangiz, aytsam o'zingiz kechira olmasangiz. Ha, shunaqa. Aniq hozir aniq-da bu kino. Hozir Travolta. Bu bor-ku. Yo, men Google ga bordim, poyezd berolman, internet qotib qoldi-da. Bu poyezdga ketib chiqmadi emas, qotib qoldi internet. Pulp Fiction. To'g'ri, Quentin Tarantinoning birinchi filmi, to'g'ri topdingiz. Ikkinchi filmga bu taraf. Xo'p, Liam Neeson, Christian Bale va Cillian Murphy. Batman. Qaysi Batman? Начало, boshlanish. Okey. Bunisini tez topib qo'ydingiz, to'g'ri. Endi siz Supergirlni ko'p ko'rmagan. Ya'ni Batmanni bilamiz-da. Batman yaqinda qaytadan ko'rdim-da. Voy, shundaylikmi? Ha, buni. Yo, mashinada yomon qaribdi-da. Ana, yo'q, film xunuk qaragan. Detskiy bo'lib qolgan. Voy, dedim. O'zini paytida bu progressivni hisoblangan o'zi. Super qahramon filmlar uchun. Xo'p, uchinchisi. O'tdimi? Antonio Banderas, Mads Mikkelsen va Toby Jones.
Toby Jones. Toby Jones, demak, bu qanaqadir kerak. bu yerda action film 100%. Toby Jones ko'proq telba qanaqadir olimlarni o'ynaydi. Marvelda ham shunaqa o'ynagan. Hamma har doim shunaqa. Mads Mikkelsen ham demak qanaqadir bir yovuz kimdirni o'ynagan bu yerda. Okey, hozircha hammasi to'g'ri. Lekin Banderas kimgadir ovoz bergan bo'lishi Yo'q, mumkin. unaqa emas. Yoki Grimda chiqqan bo'lishi mumkin. Keyinchi. Yomon tanish. Hammasi yomon tanish albatta. Voy, okey, men Toby Jones menga yordam bera olmaydi. Menimcha ko'p filmlarni to'g'risi ko'rmaganman. Mads Mikkelsen va Antonio Banderas. Yordam berardim, ko'p topib kelyapsiz. Agar kamroq ball yig'ib kelayotganingizda yordam berardim. Shuning uchun yordam bermayman bunisiga. Nodir akami? Ha, Menimcha Nodir aka ko'p qo'ydilar. Qattiq jahl chiqibdi Nodir aka. Menimcha onlayn turida-yu, sazvollari bo'tadi deb umid qilamiz. Xafa bo'lmang. Yozotdilar. Va bo'pti, e'tiborsilar mana rasmga olish bo'lmasa. O'z chumolab rasmga tashlasangiz. Nodir aka menimcha topa olmaydi. Katta ehtimol bilan ko'rmagan. Sizga yordam zamonaviy oxirgi yillarda olingan. Kulyaptilar. Tushundida, ana положениeni. Chunki o'zlari ham tushganda bu poложениеga. Hozir gaplasha olmayman dedilar. Okey. Tushunarli, muammosiz. Balki yozib olinglar. Tak, ayo o'ylayaptilar. Hop, o'ylab. Iloj boricha tezroq chiqarsin. Ha. Okey. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Sizga juda yaqin kino degan. James Bond o'zi, lekin Banderas bo'lmagan-da u yerda. Okey. Banderas chiqqanmi James Bondda, anaqasida? Daniel Craig'da. Mana ikkitasi chiqqanda. Yaxshi, hatto bu variant bor. Nodir aka shunday Google'ga kirittirsa, Banderas Gollivud bilan kam ishlaydi o'zi. Tushundim. Liba охота, liba izgoy. Voy, lekin oldilar bilan ham lekin bor-u. Охотада chiqmagan-ku bular. Охотада toza datskiy film-ku. Banderas o'tdi yo'q-u. Izgoy super. Izgoy Star Warsmi? Izgoy Rockmi? Nima aytayaptilar? Bu boshqa, u izgoy. Bilmas ekanlar, bo'ldi. Rahmat devordim. Tak. O'zingizga qoldi. Bo'ldi. Bu Gollivud filmi bo'lishi kerak. Chunki o'zi Mads asosan Daniyada tushadi, o'zini Yevropada tushadi. Lekin kamdan kam Yevropa filmlarida, mustaqil filmlarda ikkita yulduz aktyorni chaqirishadi. Asosan bitta bo'ladi ko'pincha. Ikkita bo'lsa, bitta ayol, bitta erkak bo'ladi. O'zi tegida. Demak, bu qanaqadir katta budjetli film bo'lishi kerak. Agar Banderas ham Mads Mikkelsen ham bo'lsa, lekin unaqa kino qaysi edi? Men esla olmayman. Super qahramon film bo'lishi mumkin qanaqadir, chunki o'sha yerda Mads Mikkelsen grimli qilib chiqqanda, o'sha kinoda, to'g'rimi? Yo'q emasmi? Qaysi fantastik tvaridagini aytasiz? Yo'q, u ham emas. Aytgancha bu serial emas, bu kino. Yo'q, faqat kinolar qildi. Okay. Bilmayman. Variant yo'q. Yo'q. Hech bo'lmasa James Bond deb qo'ying variant uchun. James Bond, okay, James Bond. Topolmadingiz, sizga podskaska berdim, e'tibor bermadingiz. Sizga juda yaqin film dedim. O'qituvchilar haqida. Yo'q. Okay. Indiana Jones 5. Ko'rmadim. Aytdim, topolmasangiz kerak deb. Lekin podskaska berdim sizga yaqin. Okay. Muhammad Salohni qo'yganingiz tanirdim, aytardim. Uni bilishingiz ataylab qo'ydim mana shu oxirgisini qo'yganmi yo'qmi? Mayli. Xo'p, 4-inchisi Robin Williams, Owen Wilson va Rami Malek. Demak, Rami Malek hali yosh payti tushunarli. Yo'q, bu rasm randomdan olingan. O'sha yo'q, yosh paytda tushgan, chunki to'g'ri. hali katta aktyor bo'lmagan paytida, demak, epizodik rol bo'lishi mumkin, chunki breakthrough roli bo'lmagangacha Rami Malekni Robin Williams bu paytda 3 bo'lgan bo'lishi kerak-ku. Robin Williams eskiroq filmlar 16-yil olamdan o'tgan. Owen Wilson bilan Robin Williams nimada chiqqandi? Demak, bitta sanab o'tiramiz. Dr. Adamsda yo'q, Jumanjida yo'q, Etim Utram New Yorkda boshqa narsalar yo'q edi, zvezdalar yo'q edi. Ko'tingni yertaman bor-ku. Ko'tingni yertaman. YouTube.
filmda bular yo'q edi. Men qolganlari Пробуждениеda yo'q, Умница Уилл Хантингda yo'q, Общество мертвых поэтовda yo'q. Etib eslolmayman, chunki men ham ishlab ketsin deyapman-da. Ulardan tashqari yana boshqa ko'p mashhurlar ham bor. Eng glavnisini qo'ymadim, u eng glavnisi. Okay. Ha. Okay. Aktyorlar ansamblida Полночь в Парижda yo'q, Robin Williams chiqmagan. Rami Malek chiqqan lekin u yerda. Полночь в Парижda Rami Malek chiqqan. Xo'p. Robin Williams qayerda chiqqan u yerda? Picassoni o'ynamagan bu. No way. Rami Malek kim o'ynagandi? Yo'q, Rim haqidagi Woody Allen filmi, ha? Bilmadim, eski hozir aytsam topib qo'yasiz. Yo'q, Rimskiy приключенияda Owen Wilson chiqmagan o'zi, o'ta chiqmagan. Lekin Malik u anaqa Woody Allen'da chiqqanda bitta qazda kinosida. Lekin u Robin Williams chiqqanmi? Yo'q. Xo'p, filmning nomi haqida mana bunaqa, ya'ni ikkita so'zmi, uchta so'zmi? Biz uchun, o'zbekistonliklar uchun nostalgik kino. God damn it. Miyam bor-ku. Buni ko'rib katta bo'lganmiz. Qiziq bo'lardi o'ldirmasa. Hozir ham qiziq bo'lsa kerak ko'rsak. Jumanjidan tashqari kanallarida. Jumanjidan tashqari yana nima bo'lardi Robin Williams bilan? Hozir eslatsam, nega miyam unaqa qotdi? Bir ikkini test topdingizda 3-4 Shunaqa bo'lyapti. No, 5 test topsangiz kerak, chunki men nostalgik film. Mana Jackie Chan bilan chiqib yurar, Shanghayskiy ritsarida, Owen Wilson. Tarixiy film emas bu. Ya'ni syujeti tarixiy emas, to'g'rimi? Yo'q. Roy Owen Wilson. Sizga kelmayapti, lekin bilasizmi? Hamma biladi. Owen Wilson anaqamidi? Dunyo atrofida 80 kunda yo'q bular. Lekin Rami Malek bormi-da o'sha yerda? Oh, yes. Ha! Yes! Ichigacha kirdingiz-a? Yes. O men boshqa ishlayapti, borib, ana kayf qildim hozir eslab borku. Meni o'xshatishadi Teddy Rooseveltga. Teddy Rooseveltga o'xshatishadi, san Teddy, ayniqsa mo'ylab qo'ygandan keyin. Ana o'sha to'ppa-to'g'ri Rami Malek o'sha yerda eng Farovon. hali hech kim bilmasdi-da. Shu, ya'ni muzeydagi yarim tun deydimi, o'sha muzeydagi tun. To'g'ri topdingiz, esladingiz oxiri. Hamma biladi, shuni ko'rib katta bo'lgan. Shunday. Glani aktyorni qo'ysam bitta topasiz. O'sha bitta aktyorga o'zi yetadi kinoda. Shunday. Yaxshi, 5-sini juda tez topasiz, menimcha. Xo'p. Simu Liu, Ryan Gosling va John Cena. Lekin qiynaydigan joyi bor. Wow. Xo'p, mana chap tomonda anaqani o'ynadilar. Shang-Chini o'ynadi. Shuni o'ynadilar. Simu Liu, Ryan Gosling va John Cena. John Cena, wow. Okay. Tez topaman deb o'ylayman shuni. Blade Runner'da bular yo'q edi. Bular Blade Runner'da chiqmagan bular. Anaqada ham chiqmagan. La La Land'da yo'q. Umuman yordam bermayman. Drive'da yo'q bular. Paul Nelson degan kinosiga roliga Oscar olgan, nominatsiya olgan, unda ham chiqmagan bular. What do you want? What do you want? Dedi. What do you want? What do you want? Notebook. Nimada? Dnevnik pamyati, xotiralar kundaligi filmida ham bular chiqmagan. Martovskiy idida chiqmagan bular.
Bu yaqinda qaysidir Netflix shunga o'xshagan kinolar shekilli. Men Kaskadyormi? Yordam bermayman to'g'risi. Kaskadyorga o'xshyapti agar Jon Sena bo'lsa. Nega ayol anaqalar yo'q bo'ldi? Topib qo'yaman deb, to'g'rimi? Emily Blunt bor edi shekilli orasida. Men hech nimani bilmayman. Lekin Jon Sena chiqqanmidi kaskadyorida? Men o'ylayotgan narsam, bular Simolu Osiyolik aktyor ham Jon Sena ham ular jismoniy baquvvat aktyorlar yoki jismoniy tayyorgarlikka bordi. Kaskadyor filmiga tushadi bular. Место под соснымida ham yo'q-da bular. Ular chiqmagan. Chiqqanmi место под соснымida? Bilmadim. Javob aytsangiz bilib olaman. Slavniy parnida ham chiqmagan bular. Men Rangosning 15 ta kinosini ko'rganman-da. Bo'pti, mana. Ayol bosh roldagi ayol bor, bu yerda yo'q lekin. O'zi bor, bitta glавный ayol o'ynaydigani bor. Albatta, uchta erkak yurmaydi-yu. Qanaqadir sevgi liniyasi bo'lish kerak-yu. Kulib turibdi menga qarab. Sevgili ham ajoyibi bor bu kinoda. Mashhur rejissyor olmaganmi, to'g'rimi? O'rtada. Ha, unaqa, Deni Villeneuve kinosi emas-da bu, unaqa kino emas. Wow. Boshqa variantimi yo'q, Kaskadyor. Kaskadyorda to'xtadingiz. Qabul qilaymi? Ha, qabul qiling. Achinmaysizmi? Yo'q. Barbie. Wow! No! God damn it! Oh my god! Oh god! Shunga yordam bermayman deb. Bironta podkast bersam bitta topardingiz. Barbie, albatta Barbie. Men ham yuragim. Jon Sena epizodik rolda Dua Lipa ikkalasini chiqib kelgan. Epizodik rol, epizodik. Shu meni chalg'itdi. Epizodik chalg'itdi meni shu. Albatta Barbini ko'rganman. Men 15 minutda ko'rdim-da, lekin 15 minutda o'tkazib. Yo, men Boshqa ko'rganman. moment ko'rdim, keyin Kinoteatrda o'tirib ko'rganman Barbie. Unda majbur bo'lgan. Yo, Barbie Hammerga tushganmiz-da biz. O'sha Ha, ikkalasi. Open Gamer va Barbie Ikkalasi ikkalasiga bo'lib tushganmiz. Bir kunda tushgan deya adashmasam. Bir kunda tushganmiz. Endi madaniyat shunaqa edi, ananasi. Oh, come on. 3 ta topdingiz, 2 tasi xato bo'ldi. Yomon emas. Yarmidan ko'pini topdingiz. Maqtab qo'yapti. Okay. Lekin ochkolar hozircha ancha yaxshi. 5-bosqichga keldik. Filmlardan kadrlar ko'rsataman, rasm. Ko'pi nostalgik kinolardan oldin maza qilishimiz uchun eslab o'zimizdan. Okay. Topishim kerakmi qaysi kino? 5 ta kadr ko'rsataman, kinosini topasiz. Zo'r. Meni hech qatki kerak emas bilimlarim ana endi kerak bo'lyapti. Sinchiklab tekshirishingizni maslahat beraman kadrlarni. Okay. Xo'p, birinchisi. Shuni o'tkazsak o'tish kerak. Hoppa. Birinchi kadr. Indiana Jonesning qaysidir qismida bor edi shu. No, Yaxshilab o'ylashingiz kerak. Mahmanali qiling. Yanush Kaminskiyni imzosiga o'xshayapti. Shunaqa operatorskiy svet shunaqa qo'yadi-ku deb olib borishi mumkin-ku. Mumiya bo'lishi mumkin. Lara Croft bo'lishi mumkin. Bular hammasi Indiana Jones bolalari-da. Bu ham shu bolalardan bittasi. Faqat sal yumorga boyroq. Wild West bo'lishi mumkin, lekin bu yerda biz Misr anaqalarini ko'ryapmiz. Sahara bo'lishi mumkin, McConaughey bilan. Lekin buni ko'rgansiz menimcha. 100%. Juda mashhur film emas deb bo'lsa kerak. Vaqtida hamma ko'rib aytayapman, nostalgik bu ham. O'sha paytda yoshlarda ko'rar edik. Bosh rol ijrochilari bu yerda emas. Yo'q. Dunyo bo'ylab mashhur aktyor ham adashmasam yo'q bu kinoda. No, lekin butun dunyoda mashhur bo'lganmi yo'qmi bilmadim. O'zbekistonda mashhur bo'lganda. Bu filmi. Wow. No, lekin bilsangiz kerak katta ehtimol bilan.
Sizga yordam aytgan variantlaringiz hali chiqmadimi? Variantlaringiz ichida. Buchi, mana aka qo'lidan nimadirlar bundoq chiqadi, mana shunaqa narsalari bor-da, qanaqadir. Такой steampunkga o'xshab qilishganda, faqat Indiana Jones dunyosini va приключение filmlarini punk qilishgan qanaqadir. Bu hammi. Qanaqadir texnologiyalar bor, bug'dishiydigan nimadir. Просто esingizga kelmayapti. 5-element emas. 100% 5-element emas. Xo'p, mana kiyimlarga qaraydigan bo'lsak, mana demak, Misr. Mana bular ham misrlik askarlar, lekin Britaniya imperiyasini ostida, chunki shapkalardan ko'rinib turibdi. Qurolli yaroqlariga qaraydigan bo'lsak, bu 1800 o'rtalari, 1900 boshi bo'lishi mumkin, sal eskirgan bo'lishi mumkin. Mana bunaqa bo'ladi. Oddiy askarlarda bunaqa miltiq bo'ladi, bosh anaqada Colt bo'ladi. Nemislarniki takoy. Oka ham kiyim olishlariga qaraganda, shu 1800 oxiri 1900 boshlari bo'lishi mumkin. Fantastika aralashgan. Fantastika aralashgan. Ha. Shunday. Nima edi shu kino? Ko'rganmiz. Yer o'rtasiga sayohat emas bu. Tushunarli qanaqadir boylik, nimadir qidirib yurishibdi-da. Bular eshimno bekorga ochilmagan-ku. Bular ular rosa xaritalarga qarab, qiyinchiliklardan o'tib kelganda, bular tayyoriga orqasidan kelgan bo'ladi. Shunaqa ssenariy bo'lgan. Ham klishe. Hamma kinoda ssenariy bo'lgan. Shunaqa. Ular kelib, well. Hammasi shunaqa. Shunaqa deb olishmoqchi endi boyliklarni. Lekin bilmaydiki, bu yerda xudbinlik, ochko'zlik boylik bermaydi, muhabbat. Muhabbat sizga boylik olib keladi. Chunki u yigit u qizni yaxshi ko'rardi-da, shuning uchun ham ega chiqdi. Variant kelmayapti demak. Shahar berasizmi? Necha ochko bunga? 4 ball. 4 ball. Mayli, qanaqadir podkastga beringda 2 ballni qoldirasiz. Olib tashlash shunaqa narsalar ham savdolashamiz deymiz. Oyim pishroq bo'lganda keldi. Yo'q, podkastga hammasini berib bo'ldim. Hammasini berib bo'ldi. Film nomini aytsam bo'ldi. Hammasini berib bo'ldi rostdan ham. Aytaymi? Lekin svet qo'yilishiga qaraganda, bo'yalishiga qaraganda, kamera turishiga qaraganda ham to'g'ri tekis qo'yilgan kamera ham. Bu AAA kino emas-da. Ya'ni eng premium kino emas bu. Bu Yevropa olgan buni. Yoki kichkinaroq studiya olgan Amerikadagi. Yevropa olgan bo'lib chiqsa-ya. Yevropa yaxshi kino oladi, lekin iltimos faqat Gollivud o'ylab topgan janrlarni Yevropa olsa jiniga chiqib qoladi. Bitta lekin 5-elementni yorgan ekan. 5-element. U lekin zo'r qilgan. Topa olmadim. Adelning sarguzashtlari ko'rgansiz? Yevropa. Topdimmi? Bitta film nomini aytmadim. Operatorskisidan, bo'yalishidan, svet qo'yilishidan Yevropa olganini bildim, da O'sha singlisini qutqarishga dori. Shunday. Sayohatga chiqadi. Baribir topa olmagan bo'lardim. Ko'rganman u filmni. Lekin to'g'ri. U filmni ko'rganman, lekin Adelning sarguzashlari xuddi Indiana Jones. Bir xil. Okay. Hop, keyingisi ikkinchisi juda qiziq, chunki u ham Jason Stathamga o'xshagan. Bu xohlagan kino bo'lishi mumkin-ku. Mana nima Mamatdagi? Shu sinchiklab qarang desam, shundan bilib olishingiz mumkin. Voy, men buni hamma kinolarini bilmayman. Men biladiganim Jumanji. O'yinga qilingan, Tom Holland chiqqan. O'ta chiqqanmidi bu Razval San Andreas? Uncharted, bu Razval San Andreas emas. Keyin yer markaziy sayohat bor-da. O'sha bor, Yer markaziy sayohat, Jumanji bor. Ikkinchisida chiqqan. Kim? Yer ostiga sayohat emas bu. Yer ostiga sayohatda bu chiqmagan menimcha. Bumi? Boshqa sayohat, ikkinchi qismi bor shuni. U toqqa boradi, qanaqa orolga boradi, Nemon. Bu yerda boshqa variant yo'q, to'g'risi Jumanji. Jumanji. Xato. Rampage, oq gorilla ko'rgan bo'lsangiz. Orqadan bilsa bo'larmidi? To'g'ri, Rampage men baribir etmagan bo'lardim. Bu kinoni men faqat eshitganman bo'ldi. Dwayne Johnson qaysi kinosida bu Kings o'tkazib olganman bo'ldi. Xo'p, uchinchisi nostalgik
Kino bu ham. Zatura. Ha, buni bittada bildingiz. No, qiyinroq kadrni olmoqchi bo'ldim. Yo'q, bu qiyin kadr bu. Hamma ham eslamaydi buni. No, men bu osmonda uchib turgan uyda olmoqchi edim. Ha, unda ham topgan bo'lardi, ha. Unda. Yaxshi. Bir marta topdingiz. Ochim ochildi. Okay, keyingisi 4-chi 503. 503 ni olib 503 ga qo'yibdim. Rang-barang kiyib olgan. Qo'llariga qaraganda yoshi kattaroq odam, lekin grim qilingan bo'lishi mumkin, yaxshi yoshi kattaroq ko'rsatish uchun, balki janob hech kimdir. Jared Leto chiqqan. 503 sonda ma'no bor-a? Bor, lekin yo'q, atak ma'no yo'q-u. Katta ma'no yo'q. Demak, kino ko'rmagan ekansiz. Ha. Ko'rganingizda esingizga kelar edi. Men hozir baribir bir qaysi film ayta olmasam kerak. Zamonaviy. Ha, zamonaviy filmmi? Oxirgi 2 yilda aniq chiqdi. Yo'q. Oxirgi 2 yilda chiqqan bo'lsa. Variant yo'q-a? Yo'q. Bunda ham. Substansiya. Oh, Ko'rdingizmi? God! Ko'rganmidingiz? Ko'rganman. Nega esingizga keladi? Esimga tushdi endi. Substansiya, zo'r kino. Bittada taniysiz deb o'yladim. Substansiya zo'r kino. Ko'rmadingiz deb aytdim-da. Chunki 503. to'g'ri, dorilarni olishga boradi. Shunday. No. Fuck. Zo'r kino, boshqacha. Juda yaxshi kino, juda ham yaxshi kino. Mana ochko'zlik zo'r ko'rsatib berdi. Xo'p, 5-chisi o'ta nostalgik, maza qilasiz agar, lekin bittada esingizga kelsa. Ha. Most of Terabiti. Bridge of Terabiti. Terabiti mamlakat sari. O, tarjima shunaqa ekanmi? Shunaqa ekan o'zbekcha. Yaxshi. Bo'ladi. Mamlakat sari. Bo'ldi. Oldin rosa ko'rardik. Bir g'alati bo'lib ketar edim bor. Shuni ko'rib o'rgandim. Uni to'g'ri tarjima qilish kerak o'z tilida. Oxirida anaqa bo'lib ketadigan kino deb nomlash kerak edi. Spoiler bilan. Spoiler qilmaymiz, ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Albatta. Yoshlar ham ko'rmaganda buni masalan. Ha, o'smirlik paytida ko'rish kerak bu kinoni, baribir muhim kinolarni ko'rish. Okay. 60 ball. Rovno 60 bo'ldi. Chizig'iga borsiz. Rovno 60 bo'ldi. Rovno 60 ball. Okay. Shu joyda aytib o'taman, hisoblagan ballarim 60 emas, 70 ball ekan. Xato qilibman ko'rsatuvda, lekin qiziq bo'ldi. Davomini albatta ko'rib qo'ying. Lekin shu narsani aytib o'tishim kerak, Azam aka yig'gan ballar 70 ball ekan. Azam aka meni kechiring, matematika ustozlarim ko'rayotgan bo'lsa, sizlar ham kechiring. Xullas, to'xtamaymiz, davom etamiz. Lekin yaxshi to'plamayman deb baribir. 60. Yo, yomon emas, lekin 7 da. Yetarlimi? Yo'qmi? Yetarli. 60 o'ndan ortiq qilsangiz yetadi. Okay. Chizig'ida to'xtab qolasiz. Ajoyib. Agar ham 2 balliklardan bittasini topa olmay qolganingizda qolib ketar edi. Mayli. Men lekin 60 kam, super o'yin bo'lsa o'ynayman lekin. O'ynaysiz. Bitta savol bor unda. Bo'ldi. Sal qiyinroq. Men shu 60nimni 40ini tikamanda 100 qilish uchun. Tikasmi? Давайте, menga qiziq. Mayli, intriga bo'lsin, bo'pti. Super o'yin o'ynaymiz bo'lmasa. Bo'pti. 60nimni 40ini tikaman 100 qolish uchun. Bo'ldi. Qarang, bu ham test 3 ta varianti bor. Okay. Lekin risk qildingiz. Okay. 2022-yildagi Oscar marosimida eng yaxshi aktyor yo'nalishida kim g'olib bo'lgan? Hozir bunga opisaniya beraman. Bu aktyor juda mashhur va 2022-yilga qadar u ham Oscarsiz afsonalar qatorida bo'lgan. Ya'ni u 2022-yilda ilk Oscarini qo'lga kiritgan. A. Leonardo DiCaprio, B. Will Smith, C. Anthony Hopkins. Bekor qildim deyapsizmi? Yo'q, zo'r bo'ldi davomi. Ha, bildingizmi? Topdingizmi? Albatta. DiCaprio 16-17 yildami olib bo'lgan. Ancha oldin olib bo'lgan. Выжившийga. Anthony Hopkins ikkinchi Oscar olgan u. Oscar olib bo'lganda. Hannibal Lecterga olib bo'lganda. Keyin lekin Will Smithni hamma kutardi Oscar olishini. 22-yil Oscar bo'lsa, shu Qirol Richard roliga Oscar olgan. Lekin Anthony Hopkins olgan yili 2021 adashmasam.
kim Hopkinsmi? 2021 ota degan. Ota filmga Hopkins olganda ozgincha anaqa qilishdi. Voy, mana Wakandaga olish kerak edi, ana o'lgan aktyor deb hamma gapirdi. Endi kimga qanaqa, lekin juda kuchli rol deb aytishdi bu yo'qni. Keep your mouth out of my Keep my wife's name out of your mouth deydi. O'tirib shaq uradi keyin. Ha. Keep my wife's name out your mouth! Oh, wow! Wow! Will Smith. Tabriklaymiz. To'g'ri topdingiz. 100 ball. Yes! 100 ball qo'ydi. Yes! Okay. To'liqligicha munosib bo'lsa, qani bitta. Yengil olinadi. Ana. Gap yo'q. Munosib bo'ldingiz. Faqat ehtiyot bo'lasiz. Yana Ya buni hech kimga bermayman, chunki hech kim ko'tara olmaydi ham. to'g'ri. Abdullajonni qo'shnilariga o'xshagan qo'shnilar bo'lsa, yomg'ir chaqirib beramiz. To'g'ri. Ajoyib. Yaxshi, ana endi fermer xo'jaligi qilib biznes qilamiz. Dala ekinlari, poliz ekinlari, qo'y, mol. Yomg'ir chaqiramiz endi bemalol. Shunday. Tilaymiz. Rahmat. O'zbekistonda to'rlar ko'payapti. Juda yaxshi. Ajoyib. Xo'p, endi ko'rsatuv oxirida an'anasi bor. Obunachilar uchun 3 ta proyekt maslahat berasiz. Farqi yo'q. Serial, kino, anime ham bo'lishi mumkin, multserial. Faqat iloji boricha ko'pchilik bilmaydigan yaxshi proyektlar bo'lsa. Endi mayli kinomanlarga baribir aytamiz. Kinomanlarga aytamiz. O'shaning uchun mana Joker filmini hammamiz mazza qilib ko'rdik, boshqacha chiqdi. Endi Todd Phillips o'zi ham buni bekitmaydi. Rostdan ham Scorsesedan ilhomlanganini, taksidan ilhomlangan. Taksi haydovchisi filmidan ilhomlanganini juda ham yaxshi bilamiz, lekin aslida Joker filmi taksi haydovchisi filmi va yana bitta filmi qorishmasi. Ikkita film birlashtirilgan. Ikkinchi film ham Scorseseniki, juda ham yaxshi film. O'sha voqea haqidagi komediya qiroli. Korol komediya. O'tda ham Robert De Niro o'ynaydi. Korol komediya. Ko'rsanglar tushunasizlar nimaga Jokerga bog'langan joylari borligini. Katta sahnalari, katta syujet joylari bilan olingan. O'tdan o'shani tavsiya qilgan bo'lardim. Demak, Joker yoqqan bo'lsa, u kino ham yoqadi. Yoqqan bo'lsa yoqadi emas, yo'q. Unaqa emas. Bu ko'proq ilmiy yondashuv uchun. Yo'q, kino yaxshi o'zi ham. Kino o'zi ham yaxshi, lekin Korol komediyani aytgan bo'lardim. Ikkinchisi, oxirgi paytlar men 80-90-yillarning eski Gollivud filmlarini qanaqadir bir filmni olib ko'radigan odatim chiqardim-da. Menga yoqadi shunaqa narsa. O'sha paytda ruhini beradi. 90-yillar ancha beg'ubor olinganda ko'p narsalar. O'shadan bir xohlagan bir film tanlashlikni ham xohlardim. Endi bilmadim kimga qanaqa film tanlaydi. Misol uchun yana bitta De Niro afsuski filmini hozir men yana aytaman. Yana bitta De Niro filmi bor. Juda ham yaxshi, zo'r komediya. Men mazza qilib ko'rganman shuni. Voy, bo'lar ekan-u, ya'ni bo'lar ekan emas. Shunaqa sveji deydi-yu, shunaqa kinolar olingan ekanda, o'sha paytda yondoshuvni shunaqa qilishgan ekan deb o'ylab qolgandim. Uspetь до полуночи. Midnight Run deydi. Tungi yugurish. Endi o'zbekchasiga yo'q, endi Midnight Run deb qidirasiz, 88-yil filmi. Uspetь до полуночи deydi. Juda ham yaxshi komediya. Yana bitta u ham filmni aytaman. Men eng yaxshi ko'rgan filmlarimdan bu Выпускник, The Graduate filmi, 67-yil filmi. Dustin Hoffmanni Breakthrough deydi, yorib chiqqan roli bo'lgan. Endi biz yosh bo'lganmiz, romantik bo'lganmiz, o'shani bir yotib olib ko'rganmiz. Bu ham yordam beradi aynan o'sha yangi Gollivud qanaqa paydo bo'lgani. Chunki 67-yil Gollivud uchun juda ham katta o'zgarishlar yili bo'lgan. Bonnie Clyde, The Graduate olinishi, shu keyin Беспечный ездок ketdi yo'lga Godfather bilan ulanib, keyin bu yoqda Spielberg, Lucas, Scorsese lekin aylantirib chirpirak tashlashgan paytlari. Mana shunaqa. The Graduate'ni ko'rib ko'ringlar. Qiziq bo'lishi mumkin kinomanlarga. Shu uchta. Yaxshi. Mashhur emas. Chunki mashhur bo'lsa ko'pchilik ko'rib qo'ygan bo'ladi. Bizda unaqa mashhur emas. Lekin Graduate mashhur film aslida. Buyuk filmlar ro'yxatlarida ko'p chiqadi, ko'pincha chiqadi.
Rahmat katta kelganingiz uchun. Rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat. Ko'rsatuv haqida ham ozgina fikr aytib ketasiz. Menga yoqdi aytganimdek, hech kimga kerak emas. Bilimlarimni mazza qilib ishlatib oldim deydi-ku. Shunaqa, ya'ni hech kim kerak emas deb aytishim noto'g'ri albatta. Hamma o'zini anaqasi bor, qiziqishlariga qarab. Lekin filmlar bu faqatgina hobbi, bir qiziqish emas. Ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Shunday. Albatta kitob o'qish yaxshi, lekin kam kitob o'qib, lekin juda ham ko'p film ko'rgan odamlar ham dunyoqarashi keng, bilimlarga ega bo'lgan va ayniqsa kommunikatsiyada yaxshi yordam beradi va hokazo baribir. Odamlarni o'qishga yordam beradi. Chunki o'zini tutishidan, umuman hayotiy ko'p mahoratlar, skilllar deydi, o'shalarni berishga yordam beradi. O'shaning uchun ham bu juda ham yaxshi ko'rsatuv deb hisoblayman. Bu show, bu YouTube loyihasi kerak. Chunki O'zbekistonda aynan mana shu yo'nalishda, ya'ni filmlar desa faqatgina emasda, Bollywood filmlari emasda, chuqurroq, yanada chuqurroq, geek madaniyatiga, super qahramonlar madaniyati, kino tarixi hammasiga baribir biz ular haqida gaplashimiz kerak. Shuning uchun muhim. Rahmat Sardor sizga. Sizga katta kelganingiz uchun. Rahmat kattakon. Tabriklaymiz g'olib bo'lganingiz bilan. 100 ball. Ajoyib. Mayli, unda tomoshabinlarga aytaman, like bosinglar, izohda fikringlarni yozinglar. Qaysi savol sizlarga ko'proq yoqdi, qaysinisi javob bilardinglar. Shularni necha ball to'plagan bo'lsa yozib ketsin, agar hisoblab kelgan bo'lsa. Shunday. Umuman o'zi menga qiziq o'qish. Kirib o'qiyman, nima deyishdiki deb, menga qiziq bo'ladi. Va albatta obuna bo'ling kanalga. Yangi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Xayr.